keng va ketidan kerak emas sharshara bor. Bu qiziqarli uy degim kelyapti-yu, lekin biz bu yerga undan-da qimmatroq uylarni ko'rishga keldik. Shuning uchun keyingi uyning narxi 15 million. 15 million dollar. İşini ters Yo'q, kerakmi? xudo. Yo'q, xudoyim. Men bu yerda ortiqchaman. Bu GTAda kiradigan uyinga o'xshaydi-ya. Ko'rinish juda ham zo'r. Basseyn 1 millionli uyidan kichkinaroq, lekin undan butun Los Angeles ko'rinadi. Yordam beringlar. Hoy, yordam beringlar. Stop, ichkariga kirlaring. Menga yangi o'rtoqlar kerak. Kelinglar uyni ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Uy egasi nima bilan shug'ullanadi? NFT. U advokat. U 2017-yildagi eng zo'r advokat va 2021-yilda ham. Menimcha shu uyda yashash uchun shunaqa narsa kerak. Aytgancha, bizga xat qoldirishibdi. Hurmatli Mr. Beast, meni uyimga kelganingiz uchun rahmat. Bu juda katta sovg'a. Endi bolalar meni juda hurmat qilishadi. Iltimos, faqat sendvich yemalaring. U menga juda muhim. Bizning oila uni avloddan avlodga berib keladi. Tushundim. Tepagami pastgami? Past. Bo'pti pastga. Ana endi go'zallik ochilyapti. Qasrning past